Hozir bitta qochoq quyon yoniga keldik. Men shunaqa nomladim uni. Pastida ko'rsanglar 1 2 3 4 5 6 ta ustun turibdi. Agar o'shani ustiga tanga otganingizda tushsa, tanga otayotganingizda nima niyat qilgan bo'lsangiz amalga oshar ekan. Hozir uddaburonlik bilan Samir harakat qilib ko'radilar. Tushsa albatta boy bo'lib ketadi. Birinchi niyati Samirni boy bo'lib ketish. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu qochoq quyon Butrasopol qal'asini oldiga olib boradigan Ionovskiy ko'prigini oldida turadi. Ana, shuncha informatsiya. Ketdik, hozir tanga otib ko'ramiz. Hozir quyonga teg'izamiz. Ay! Tegdi bitadi. Samirda hozir 3 ta tanga bor, lekin men birinchi tangada quyonga tegizdim. Quyonni tagida turgan ustun emas, quyonni o'ziga tegish kerak ekan. Ketdik. Qo'l, aylansinlar, qo'l. Ura! Samirga deydi, молодец. Bo'ldi.